Quda, qizingizga restorancha ovqatli qilishni o'rgatmaganmisiz? Bobli moajon o'g'lingizni cho'ntagiga ko'tarsa bo'ldi. Lahm go'shtni olib, qiyalatib, o'rtasini sekin-sekin ochib, to'qmoqda yo'rib, xamir yoygandek yoyib olamiz. Go'shtimga mo'ljallangan ziravorlarni qovonchada o'zim ezib, sosiga rayhon, ukrop, qizil tomat, chesnok, ozgina yog', soya qo'shib blender qilib olaman. Oddiy go'shtim ustiga ziravorlar bilan sousimizni surib, qovurilgan baqlajon bilan kabachkini terib chiqaman. Ehtiyotkorlik bilan go'shtimizni rulet holatida o'rab, uyda topgan-tukan iplarni 2-3 qavat qilib, xuddi videoda ko'rsatilgandek o'rab olamiz. Kelarning ichida shunaqa temirga ko'zinglar tushib qolgan bo'lsa, bu grill funksiyasini temirchasi. Bunaqa ham yo'q edi desanglar, oddiy listga pergament qo'yib ham pishirsanglar bo'ladi. Lekin to'g'risini aytinglar, bunaqasiga hozir havasinglar kelib ketadi. Larettadan olgan yangi duxovkami funksiyasiga gap bo'lish mumkin emas. 280 litr 10 xil rejimi bor. Konveksiya, grill funksiya, pizza rejimi, air fry, 3 qavatli oyna, mexanik boshqaruv. To'xtanglar, videolarim har doim obedda chiqib keladimi? Ishtahanglar ochilib, yurecham bosib qo'yinglar. Mazasiga gap bo'lish mumkin emas, olinglar.